Toshkent shahridagi xususiy qurilish korxonalarining biriga uy uchun pul to'lov qilgan 140 dan oshiq fuqarolar 5 yildan buyon uylarini ola olmay ko'chada ijara sarsonliklarini aytib dasturimizga murojaat qilishgan edi. Uyimizni beringlar deyapmiz. Qanchadan onalar davleniya qilmay uydan chiqa olmayapti. Bechoralar kvartira 450 dollar to'lab yashashyapti-da. Uyini sotib olgan. Mana shu uy kutib yashashyapti-da. Har safar kelsa 6 oyda bitadi, 3 oyda bitadi, keyingi sezonda bitadi. Oxir oqibatida uysiz qolamiz biz. Polni 100% to'langan. Bitta men emas, 100% 147 ta odam to'lagan uyni pulini. Mana na uy bor, na pul bor. Ijarada yashab kelyapmiz, yosh oila biz. Hozir 3 ta farzandimiz bor, lekin haligacha uyimiz bitgani yo'q. Hujjatlar, hamma narsa bor. Shartnoma asosida ishlaymiz. Mana bu yerga qo'l qo'yasiz. Uyingizni qonuniy rasmiylashtirib olasiz. Hech qanaqa aldov yo'q. Qanday yaxshi bo'ldi. To'lovlarni bugunoq amalga oshiraman. Juda ham ishinglar yoqdi. Rahmat, sizlarga ishondim. Mana shu yerga qo'l qo'ying. Aha. Tabriklaymiz. Siz uyli bo'ldingiz. Rahmat. Xuddi shu kabi qop va'dalarga ishongan fuqarolar ana endi ko'chada qolishadimi? Tegishli mas'ullar nega muammoga jiddiy e'tibor qaratishmayapti? Bugun esa Toshkent tumanlararo iqtisodiy sudida ushbu ish ko'rib chiqiladi. Bitta uyda 12 ta 13 ta odam turamiz. Yaxshi niyat qilib, bor yo'g'imizni harakat qilib uy olamiz dedik, mana bu ahvol. Yosh bolamiz bor, xo'jayinim bor. 100% to'laganmiz. 90% bitgan, 10% qolgan. Bizga endi olib berishmayapti uyga. Bankrot qilishmoqchi. Nimaga endi shuncha pul to'lab turib biz bankrotga tushamizmi? Nima qilamiz endi? 4 oyli bolam bilan sarson bo'lib ko'chada yuribman. Bitta biz emas, mana hozir 70% odam ijarada turib, mana shu uy bitishini kutyapti, lekin mana hozir sud jarayoni ketyapti. Fuqarolarni kirgizishgani yo'q. 140 ta odam bo'ladigan bo'lsa, 10 ta qo'shni yoki 5-6 ta qo'shni birlashib advokat olganmiz. Sud jarayonida hozir advokatlarni ham gapirtirishayotgani yo'q. Advokatlar ikkitagina odam, bizasiz, biz bilmaymiz hozir uyimizni taqdiri nima bo'lishini, bizning taqdirimiz nima bo'lishini. 90% bitgan uyni bankrot qildirmaydi-yu. Bular просто javobgarlikdan qochmoqchi. Уже вот 5-й год мы ждем. Хотя мы за год рассчитались. Мы тоже все продали. Мы сейчас живем на квартире. У нас дети, у нас внуки. 3 ta oila bitta xonadonda turamiz. Shu bitta o'g'limni chiqarish niyatida olgandik. Uyni oxiri yaxshi bo'lar. Millar komandasi 3 marta yoritib berdi bizani ishimizni. Rahmat shularga ham. Hozir yana bankrotstvoga berishgan, shunga yugurib yurimiz. Xo'sh, holatga sud tomonidan qanday huquqiy baho berildi? Hozirgi kunda mana shu Toshkent tumanlararo iqtisodiy sudida Metal System Stroy degan mas'uliyat cheklangan jamiyatni bankrotga topish to'g'risida berilgan ariza iqtisodiy protsessual kodeksida talablarga rioya qilmasdan berilganligi sababli rad qilingan. Ish bo'yicha hozir korxona bankrotga topilmadi. Xulosa nima bo'ladi shunda? Mazkur MTJning mansabdor shaxslariga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Ular hozircha qamoqda saqlanyapti vaqtincha, hali tergov davom etyapti. Tergov tugagandan keyin ko'ramiz. Hozirgi kunda iqtisodiy faoliyat bo'yicha korxonada rahbar yo'q. Korxona faoliyatini to'xtatib turibdi. 140 dan oshiq fuqarolar uysiz ko'chada qolishadimi? Ushbu savolimizga esa mas'ullar sud va tergov ishlari yakuniga yetganidan so'ng batafsil ma'lumot berishlarini ma'lum qilishdi. Millar mavzuni o'z nazoratiga oladi va biz bu muammoga yana qaytamiz.